Hammaga salom do'stlar, men ismim Kompot, men yangi videomga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan qo'rqinchli joyga boramiz. Maylim bolalar, hammasi unchalik qo'rqinchli emas, lekin bugun biz sizlar bilan rostdan qo'rqinchli joyga boramiz. Lekin bekordan bekorga emas, qishloqlarga tosh olgani boramiz bolalar. Endi qishloqlarni bilasizlar, bunaqa qo'rqinchli joylardan qo'rqishadi, qo'rqishdi, keyin menga yetishdi. Kompot bizga borib olib kelib ber iltimos deb. Biz senga izumrud beramiz buni o'rniga deb. Endi biznes qilish kerak bolalar, to'g'rimi? Men unaqa joylardan qo'rqmayman. O'shaning uchun hozir ham kerak narsalarni olamiz va bunaqa kirka qilich olamiz. Sizlarda savol bo'lishi mumkin, Kompot nimaga san oddiy toshli kirkalar deb. Mana men bolalar sizlarga aytaman, mani narsalarimni o'g'irlab ketishdi. Mana shu mani olmosli kirkam bor edi bolalar, uni o'g'irlab ketishdi. Keyin esa men o'zimga jelezali kirka qoldim. Keyin esa uni ham o'g'irlab ketishdi bolalar. Nu mayli, eng glavniysi men izumrudimni o'g'irlashmadi-yu bolalar, to'g'rimi? Izumrudlarimga hali tegishmadi, lekin menimcha uni ham o'g'irlab ketishadi deb o'ylayapman bolalar. Nu mayli, biz hozir yana pul ishlab kelamiz degan umiddaman. Xo'p, chiqamiz uyimdan. Uyimni ham o'g'irlab ketishmasa bo'ladi, o'zi bor, uyimni ham biz sotuvda. Mayli, xo'p, unda men hozir ayoqda o'zimga ham bunaqa portal qurib olaman. Tak, hozir boramiz. Chotki pul ishlab olaman degan umiddaman men bolalar. Nu bo'ladi, mana shularga ham quramiz bolalar, biz o'z portalni. Xo'p, bundoq qilamiz-da, endi esa tepaga ko'taramiz. Bundoq. Men buni qanaqa qurishni 100% bilaman bolalar, xavotir olmanglar. Xo'p, buni tushiramiz. Ana bo'ldi, tayyor bolalar. Mana bizning portal ham tayyor, endi ichiga kiramiz. Xo'p bolalar, ana bo'ldi, biz ham mana qo'rqinchli joyga keldik. Hop, endi biz hozir bolalar tosh tezroq olamiz. Lekin sal sekinroq bo'ladi, chunki menda toshli kirka. Lekin qaranglar bolalar, unchalik sekin ham bo'lmasa ekan, men vohmoq qo'rqmayman. Bu aytgancha qo'rqinchli joyda tosh bu. Oddiy tosh emas bu. Biz buni juda ham oson bo'ladi. Hop, mayli, unda biz hozir mana shularni hammasini olib chiqamiz. Hop, kirkam bizilgungacha ham olamiz mana shularni hammasini. Tak, olamiz. Hop, tushib ketib qoldimmi men bu yerga? Mayli, hop, chiqish kerak, ehtiyot bo'lib yurish kerak ekan. Hop bolalar, menda ush tayyor, men bittam bizil bo'ldi mani kirkam. Menda bunaqa ikkita stak bilan ikkita dona bo'ldi. Hop, mayli, endi qaytamiz orqaga bolalar. Hop, tak, bo'laqa. Ana bo'ldi, men chiqdim bu yerdan. Endi esa o'zimni uyimga borsam ham bo'laveradi, men kerak emas narsalarni tashlab yuborishga. Hop, tezroq. Keyin esa borib qishloqlarga men to'xtanglar, tushunmadim, men eshigimni yopuvdim shekil. Voy, bolalar to'xtanglar. Men uyimni o'g'irlab ketibdimi yana? Voy, tushunmadim bolalar, men noutbukim bilan hamma narsamni o'g'irlab ketishdi-yu. Qaranglar, men bitta sandig'im bor edi, sandig'imni ham o'g'irlab ketishdi. Voy, yo'q bolalar. Voy, yo'masam bizilyapti. To'xtanglar. Yashagan sandig'imga tegishmabdimi qanichi? Hop, bo'laqa tezroq buzamiz. Hop, qancha bo'ldi, hop, yashagan sandig'im turgan ekan. Menimcha buni ham o'g'irlab ketishsa kerak, borib yopib qo'yish kerak buni tezroq. Bo'ldi, tayyor, lekin yomonlam qotdi. Qaranglar, narsalarimni o'g'irlab ketishdi mana. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bolalar, mana shu nima qilsam bo'ladi? Borman, hech kim narsamga tegmasligi kerak yoki nima? Uyimni yer tagiga qazib qo'yaymi? Nima qilsam bo'lar ekan? Vashi bilmayman deb bor. Har doim narsalarimni o'g'irlab ketishadi. Yoki to'xtanglar, menda bitta ideya bor bolalar. Menda bitta zo'r ideya bor. Kelinglar, biz mana portal ichiga uyimni qurib qo'yamizmi? Yoki yo'q, juda ham uyim yonib ketib qolishi mumkin, doskadan qilingan, isib ketaman o'zim ham. Yoki yo'q, bunaqasi bo'lmaydi. Yoki nima qilsam bo'lar ekan? Nima qilsam bo'ladi? Yoki Mamutga aldakasini ishi qilib qo'yamiz deyman, bunaqa kirib ketadiganday qilib. O'shani ichiga uy qurib qo'yamiz bolalar. Juda ham zo'r ideya lekin biz ichiga kirmaymiz bolalar. Prosta aldakasini ishi qilib qo'yamiz deyman, Mamutga bunaqa mashnaqa ko'rinishda bo'lgan. Endi qishloqlar kirishga qo'rqishadi-yu, to'g'rimi yoki? O'sha yerda ichiga men esa o'zimni uyimni qurib qo'yaman. Juda ham zo'r ideya bolalar. Unda ketdi, shunaqa qilamiz biz. Mana buni olib tashlaymiz-da hozirgi. Undan oldin ketdim, ham narsalarni sotib kelamiz hammasini. Chotki joy bo'ladi, lekin mashtimni aldakasini ishi qilib qo'yamiz. Bo'ldi, zo'r ideya. Hop, ketdi, undan narsalarni qishloqlarga sotib kelamiz-da. Hop, men kerak emas narsalarni uyimga qo'yib qo'yaman hozir. Voy, aytgancha sandig'imni o'g'irlab ketishgan-u. Mayli, unda hozir tezroq borib narsalarimni sotib olay.
Xo'p, bo'ldi. Men narsalarni ham sotib oldim. Tak o'zimga esa kerakli narsalarni ham oldim, bo'ldi. Xo'p, qaranglar men qanaqa ish olganman hozir. Birinchi bo'lib cho'tcha bundoq qo'yib qo'ysam, bilmayotgan qilib. Aha, bundoq bo'lsa. Ana bo'ldi. Qaranglar, birga-bir ko'ryapsizlarmi? O'sha portal bilan bundoq qilsam ichkariga kirib ketmayman, chunki bu oddiy ish yaldikasam. Bundoq qilamiz, bundoq ochiladi ichida ko'ryapsizlarmi? Mana shu yerda esa hozir men o'sha yerda qazib tashlaymanda, o'sha yerda o'zimga cho'tki qilib uy quraman, bo'ldi. Hop, bundoq qilamiz. Endi esa qazib tashlaymiz shu yoni, bo'ldi. Hop, bundoq qilib, endi hech kim o'g'irlab ketmaydi degan umiddaman. Uyimli narsalarni topisham ham kerak endi keyingi safar menimcha. Hop, mana shularni bundoq qazib tashlaymiz, tashlaymiz-da. Menimcha bo'lsa kerak, shu to'g'rimi? Menimcha bo'ladi o'sha. Bundoq yopib qo'ysak, ana bo'ldi, ko'ryapsizlar, mana shundagina uy. Lekin bu baribir hali anaqa bo'lmaydi. Men hali ichkarida yana bitta xona qurib yuboraman. Ko'ryapsizlar, umuman bilinmaydi ham bor, shuni siz o'rda. Bundoq yopib qo'yamiz. Hop, bo'ldi. Qayoqdan xona qursam ekan? Nima deb o'ylaysizlar bolalar? Nu kelinglar, mashitdan bundoq ish qilib olamiz-da. Mashitdan esa bitta o'zimizga uy qurib tashlaymiz tez. Ya'ni bitta xona deganim uy emas. Tak. Xo'p, mashitlarni hamma yog'ini qilib tashlaymiz. Tadam, bo'ldi bolalar, tayyor. Ikkita xona bo'ldi. Hop, endi esa men ichini chiroyli qilib qo'ysam, mana bu yerga doskali, toshli qilib judayam zo'r bo'ladi. Mayli, hop, biz undan hozir kerakli narsalarni olamiz deb boshlaymiz ishni. Xo'p, bo'ldi. Mana men doskalar oldim. Xo'p, birinchi bo'lib polni qilamiz. Mana bu yerda ana qilib tashlaymiz-da. Mana bunaqa chiroyligina pol bo'ladi bizda. Xo'p, olib tashlaymiz. Mana shu yerdagi hamma narsalarni olamiz. Mana bunaqa qilib anaqa qo'yamiz. Bu yerga esa biz unaqa doskalar qo'yamiz. Yoki to'xtaylik, mana bu yerda ko'rinib qoladi, menimcha to'g'rimi? Qanichi? Ha, ko'rinib qolar ekan. Mayli, kelinglar, mana bunaqa qilib bundoq yopib tashlaymiz. Umuman bilinayotgani yo'q. Mana bu yerga yopib qo'yamiz. Aha, ana bo'ldi bolalar, tayyor. Bo'ldi, mana hamma yoni ham уже o'rab chiqib bo'ldi. Mana bunaqa doskalar bilan, chiroyli pol bilan, endi esa ichini chiroyli qilib bezatsa ham bo'ladi, kerakli narsalarni qo'yib. Umuman bilinayotgani yo'q. Ko'rasizlarmi bolalar, bemalol bundoq ochib kirib chiqa olaman o'zim. Endi ketdi narsalarni olib kelamiz. Bo'ldi bolalar, men narsalarni ham olib kelib oldim. Ana masjidga borib o'yladim, nima qilay ekan deb oshxona qilaymikin yoki dedim. Keyin esa bitta yo'lga keldim. Mana bunaqa yotoqxona qilaman, mana bunaqa chiroyli kravat qo'yamiz deb bu yerga. Mana ko'ryapsizlarmi bolalar, buni chiroyliligini. Masjidga endi shunaqa yotoqxona qilamiz. Menda hali rosa ko'p narsa. Xo'p, mana bu yerga esa bunaqa pechkalar qo'yamiz bolalar. To'g'ri, mana shunday boshimni tepasiga qo'yamiz buni. Va bu yerga esa bunaqa rasm qo'yamiz chiroyligina. Mana bunaqa ko'rib yotaman rasmga. Bu yerga esa bolalar bunaqa televizor qo'yamiz. Bunaqa chiroyli bunaqa polkalar bilan televizor. Bu yerga esa kitobli polka qo'yib qo'yamiz. Bu yerga esa bunaqa nimasi bo'ladi? Gulcha ham bo'ladi. Buni gul qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, menimcha bu xona ham chiroyli bo'ldi. Mana bu yerga esa bunaqa gilam solib qo'ysak, ishga qo'yamiz. Ana bo'ldi, tayyor bo'ldi. Mana bunaqa yotoqxona ham tayyor bo'ldi. Endi esa yodiy xonani qilib qo'yishi ham bo'ldi. Hop, kelinglar, mana bu yerda olib turamiz-da hozir. Tak, bundoq qilamiz. Bu yerga esa biz uni tualet qilamiz. Mana bu yerga bunaqa boshqacha pul qilsa ham bo'ladi. Aha, hozir mana bu yerga yana boshqacha doska qilamiz. Hop, mana bu yerda olib tashlaymiz-da. Mana bunaqa oqroq doska qilamiz bolalar. Ko'rasizlar, mana bunaqa oqroq bo'ladi bu. Endi bilmasam nimaga bunaqa qilyapman. Menga shunaqa yoqyapti, bo'ldi, shunaqa qilaman, shunaqa qilgim kelyapti. Mana ko'rasizlar, chiroyligina oqroq doska bo'ladi bu yerga. Hozir yopamiz-da, tayyor. Hop, bu yerga rakvina qo'yamiz. Bu yerga tualet qo'yamiz. Hop, bu yerga mana bunaqa vanna qo'yamiz. Bu yerga katta bunaqa nima deyiladi, oyna qo'yamiz. Bu yerga esa bu yerga valam bo'lib ketadi. Bu yerga mana bunaqa sochuvlar qo'yib qo'yamiz bolalar. Qalay chiqdi, yaxshimi? Menimcha yaxshi chiqdi deb o'ylayapman. Bo'ldi, hop, aytgancha ish ham olib kelman. Hozir uni tezroq ish olib kelish kerak ekan, bu yerga ketdi, ish olib kelamiz. Hop, mana bunaqa ish olib keldim. Tayyor bolalar, bu xona ham bo'ldi. Mana bu yerda mazza qilib uxlasam, televizor ko'raman yoki tualetga kiraman. Nu bo'ldi, endi esa bu yo'lni qilib qo'ysam ham bo'ldi. Hozir kerakli narsalarni olib kelib olsam, bu yerga ham chotki bo'ladi. Hop, mayli, ketdi, uni narsalarni olib kelib olamiz. Bo'ldi, men bu yerda ham rosa o'yladim, nima qilay ekan deb, rosa o'yladim. Keyin esa oxirida oshxona quraman dedim bu yerga. Mazza qilib ovqatlab pishirishga men bu yerga oshxona qurib olaman, juda ham chotki bo'ladi, ishoninglar. Lekin bu yerda mazza qilib uxlasam, televizorlar ko'raman. Keyin esa chiqib ovqat pishiraman, mazza qilib, chiroyli shirin ovqatlar qilamiz. Mayli, xo'p, unda oshxona qilishni boshlaymiz unda.
Men kerakli hamma narsalarni ham olib kelib oldim. Xo'p, tak mana bu yerga bularni olamiz-da. Aha. Xo'p, mana bu yerga bunaqa divan quramiz. Mana bu yerga stol qo'yamiz o'tirib ovqatlanishga. Bu yerga ham bitta bunaqa divan qo'yamiz. Bolalar, sizlarda savol bo'lishi mumkin, nega bu yerga ham ikkitalik qo'yading deb. Chunki hozir bilasizlarmi nimaga unda eshikni ochib kirib chiqishga qiyin bo'lardi-da. O'shaning uchun bitta qildim. Bu yerga esa gullar qo'yamiz, shirin-shirin hidlarni chiqarib turishga. Hop, yana soatni kelinglarni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Tak, soat qo'ydik. Endi esa mana bu yerga qani shkaflar qo'yamiz. Mana bu yerga hop, anaqa qo'yamiz. Hop, bu yerga buni. Hop, tak. Bu yerga mana bunaqa rakvina qo'yib qo'yamiz. Aha, bu yerga anaqa tak narsalarni olib olamiz-da. Hop, mana bu yerga pechka qo'yib qo'yamiz. Uni ustiga anaqa qo'yaman degan rosa o'yladim. Bolalar, qanaqa qo'yaykin? Bunaqasidanmi? Vitichkani yoki mana bunaqasidanmi? Menimcha mana shunaqasi yaxshiroq bo'lsa kerak. Buni yana shkafi ham bor o'zini. Tak, menga shkaflar rosa kerak bo'ladi. Bu yerga mana bunaqa mikrovolnovka qo'yamiz. Hop, menimcha yaxshi chiqyapti, lekin bolalar, to'g'rimi? Yaxshi chiqyapti-yu. Hop, bu yerga mana bunaqa yana shkaf qo'yamiz. Yana versak ham olib kelib oldim. Mana bu yerga gaz qo'yamiz. Hop, versak kelinglar, mana shu yerga qo'ya qolamiz. Hop, olib tashlaymiz-da. Bu yerga mana bunaqa pechka. Bu yerga esa versak qo'yamiz bolalar. Ana bo'ldi bolalar, tayyor lekin. Mana bunaqa chiroyligina uyim ham tayyor bo'ldi bolalar. Ko'ryapsizlarmi qalay chiqdi? Agar zo'r chiqqan bo'lsa kommentariyada yozib ketinglar. Qalay chiqdi? Hech kim bilmaydi ham, kelinglar mana bu yerdan sandiqlarni olib tashlay qolamiz. Olamiz bu yerdan sandiqlarni. Aha, ana bo'ldi. Hech kim bilmaydi ham bu yerda qanaqadir uy borligini. Buni faqat biz bilamiz. Men bilan sizlar bilasizlar. Chotki chiqdi lekin uyim. Kommentariyaga yozib ketinglar zo'r chiqqan bo'lsa. Sizlar ham shunaqa uylar qurib olsanglar, hech kim topolmaydi, narsalarni o'g'irlab ketishmaydi. Zo'r chiqdi lekin. Mazza qilib endi shu yerda yashaymiz, ovqatli pishirib. Bo'ldi bolalar, tak bundoq chiqamiz, eshikni yopib qo'yamiz. O'zim uyimda yashashim ham shart emas, menimcha shu yerda yashayman. Nishto bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hamma yerdan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.